Siz haqiqatan siz o'zingiz shumi? Bu haqiqiy bir odam miyasi. Odam miyasi odam badanidan quvvat ilib o'sadigan parazit qurt bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Bizning miyamiz bizni aldayotgan bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Odam miyasi 1,5 kiloluk bir parcha go'sht. Mushu bir parcha go'sht bizning anglash, ko'rish, purash, tetish, hatto sezishdan iborat butun sezgi a'zolarimizni mutlaq boshqaradi. Hamda bizning kimni yaxshi ko'rish, kimga nafratlanishimizni mutlaq boshqaradi. Bizning bu dunyoni tushunishimiz, tafakkur qilishimiz %100% mushu 1,5 kiloluk go'sht bilan mutlaq munosabatlik. Bu sizning miyangizdagi nerv sistemasi. Siz diqqat bilan bir narsa o'rganayotganda, sizning nerv hujayralaringiz bir-biriga tutishib, murakkab nerv to'ri hosil qildi ekan. Siz qattiq xiyol surib ketganda, sizning uchuringizni saqlagan nerv hujayralari to'pdan ayrilib qilib, mush uchurni siz unutib ketgansiz. Biz bilan Elon Muskdek dangliq odamlarning birdan bir farqi mushu 1 kiloluk go'sht ekan. Undaqda bizning miyamiz bizga mush dunyoni to'g'ri ko'rsatib berayotgan do'stimizmi yoki bizni o'ziga xizmat qildiradigan dushmanimizmi?